Ushbu va bundan oldingi dasturlar Buxoro davlat universiteti musiqa kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi professor Fayzulla To'rayevning Buxoro mug'anniylari asari asosida tayyorlangan. Domla Halim Ibodov 1878-1940 yillarda yashab ijod qilgan. Buxoroning mashhur maqom maktabida tahsil ko'rgan iste'dodli xonanda, hududsiz ovoz sohibi, ulkan san'atkorlardan biri Domla Halim Ibodovdir. Har bir san'atkorning o'ziga xos ijro yo'li, amaliy maktabi va dasturi bo'lganidek, Domla Halim Ibodovning ham o'z tabiatiga, uslubiga xos xususiyatlar mavjud edi. U ko'pincha shashmaqom sho'balaridagi ayrim qismlar, jumladan saft va mo'g'ulchalarni o'ta ustalik bilan ijro etganligi uchun ham taniqli musiqa mutaxassislari va shinavandalari orasida tengi yo'q Saftxon hofiz sifatida tanilib, Domla Halim Saftxon nomini olgan edi. Domla Halim Ibodov 1878-yilda Shashmaqom bilimdonlari vatani Buxoroda to'quvchi kosib oilasida dunyoga keladi. Otasining o'z davri ilg'or fikrli kishilari, badiiyat va san'at peshqadamlari bilan do'stligi bo'lib, ular ishtirokidagi turli yig'inlarga o'g'lini ham o'zi bilan birga olib yurar edi. Bu esa o'z navbatida yosh Halimjonda musiqa san'atiga nisbatan kuchli ishtiyoq uyg'otadi. Domla Halimning otasi musiqani sevibgina qolmasdan, balki havaskor darajasida bo'lsa ham xalq ashulalarini muntazam kuylar edi. Binobarin xonanda dastlabki musiqa sabog'ini o'z otasidan oladi. Doira jo'rligida xalq ashulalarini ancha mahorat bilan ijro etib, tinglovchilarga manzur bo'lgan yosh Halimjon tezda ustoz san'atkorlar nazariga tushib qoladi va maqomot yo'lidagi ilk saboq onlari boshlanadi. Chunonchi ustoz Sharifjon Tamburiy Shashmaqomning nasr va mushkulot qismlaridan bir qator sho'balarni unga o'rgatadi. O'rta Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari xalqlarida bo'lganidek, Buxoroda ham atoqli san'atkorlar orasida bir urf amalda edi. Har bir yetuk san'atkor xalq mumtoz ashulalarni ijro etish bilan birga musiqa san'atining murakkab janri bo'lmish maqomni ham chuqur bilishi va uning sho'balarini ijro etganda ular bilan bog'liq bo'lgan murakkab usullarni doira jo'rligida aytish mahoratiga ega bo'lishi shart edi. Ana shu xususiyat Domla Halimda mavjud bo'lib, u ijro etadigan barcha ashulalarga doirada o'zi jo'rnavozlik qilardi. Dastlabki ustozi Sharifjon Tamburiy sabog'i va xalq e'tiboridagi bir qator maqomxon xonandalar ta'siri ostida Domla 19 yoshidayoq shinavandalar orasida maqomxon hofiz sifatida nom chiqaradi. Bu vaqtda u Ota Jalol, Ota G'iyos, Qori Kamol, Qori Najm, Usta Ergash, Usta To'lalardan maqomxonlik sirlarini puxta o'zlashtirib, shashmaqom tarkibidagi buzruk, ros, navo, dugoh, segoh va iroqdan iborat 6 bebaho xazinaning nasr qismi sho'balarini o'rganib oladi. Ayniqsa u Qashqarchayi, Mo'g'ulchayi segoh, Ufori Sarvinoz, Iroqi Buxoro, Mo'g'ulchayi dugoh, Nasrulloyi, Qashqarchayi Ushshoh kabi sho'balarni mahorat bilan ijro etardi. Domla Halimning ovoz diapazoni va ijro mahorati haqida atoqli hofiz Levi Boboxonov quyidagilarni aytgan edi. Domla Halim orombaxsh ovozining hajmi shu darajada katta ediki, unga tambur pardalari tob bera olmasdi. 1921-yilda Buxoroning Havzu Dasturxonchi mahallasida ochilgan Sharq musiqa maktabida Domla Halim ustoz Ota Jalolga biriktiriladi. Undan maqomning ashula yo'llarini o'rganadi va uni o'z navbatida maktab talabalariga o'rgatadi. Domla Halim 1923-yilda O'zbek konsert truppasi bilan butun Rossiya qishloq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasida ishtirok etib, moskvalik talabchan musiqa mutaxassislari va tinglovchilarida chuqur ta'assurot qoldiradi. 1928-yilda esa
professor Mironov rahbarligida Samarqandda tashkil etilgan O'zbekiston musiqa va xoreografiya ilmiy tekshirish oliygohida atoqli san'atkorlar Uspensky, Otajalol, Otag'iyos, Hoji Abdurahmon, Sodirxon Hofiz, Hoji Abdulaziz va boshqalar bilan birga kelajakda o'zbek musiqa san'atining yirik namoyandalari bo'lib yetishgan Muxtor Ashrafiy, Mutal Burxonov, Doni Zokirov, Tolibjon Sodiqov, Sharif Ramazonov, Olimjon Halimovlarga shashmaqomning buxorcha ijro uslublarini o'rgatadi. 1932-yilda Domla Halim Toshkentga ko'chib kelib, Respublika radiosida xonandalik faoliyatini davom ettiradi. Radio konsertlarida u asosan Hoji Abdurahmon Umarov, ba'zida xalq cholg'u asboblari ansambli jo'rligida maqom sho'balarini ijro etardi. Toshkentda musiqa tadqiqotchisi Yelena Romanovskaya bilan hamkorlik qilib, Rost maqomidan Navro'zi Sabo, Buzruk maqomidan Qashqarchayi Sarvinoz, Nasrulloyi, Dugoh maqomidan Mo'g'ulchayi Dugoh kabi maqom sho'balarini ohangrabo tasmasi va plastinkaga yozdiradi. Hofiz bilan ijodiy munosabatda bo'lgan etnograf Romanovskaya Domla Halim ovozining ta'sir kuchi va ijro uslubini quyidagicha ta'riflagan edi. U ashulani go'zal tembrli tovushda tiniq va erkin ijro etishdan tashqari qudratli nafasga ham ega edi va bir nafasda ashulaning juda murakkab avjlarini ustalik bilan ijro etar, shuningdek tovushni uzoq cho'za olar edi. U tabiiy ovozga ega bo'lib, umrining oxirigacha ashulani xuddi yoshlardek osonlik bilan ijro etardi. Ashula avjiga 100 marta chiqqanda ham uning ovozida ozgina bo'lsa ham kuchanish alomatlari sezilmaydi. Domla Halimning ovozi tenor altina bo'lib, juda yuqori pardalarda tiniq jaranglaydigan shikami ovoz bo'lgan. Domla Halimga xos mohirona ijro uslubi faqat milliy san'atkor va shinavandalar tomonidangina emas, balki boshqa xalq musiqa mutaxassislari tomonidan ham juda yuqori baholanadi. Xususan, Moskva va Leningrad konservatoriyalarining vokal kafedrasi professori Migay va boshqalarni uning baland ovozi va ijro uslubi qoyil qoldiradi. Ustoz Domla Halim shogird tayyorlash borasida ham ancha zahmat chekdi. O'zbek va tojik san'atining atoqli namoyandalari Muxtor Ashrafiy, Mutal Burxonov, Shohnazar Sohibov, Fazliddin Shahobov, Yoqub Dovidov, Borux Zikriyev, Ma'rufjon Toshpo'latov, Najmiddin Nasriddinov, Gabriel va Nuriel Benyaminovlar, Ergash Shukrullayev va Ayub Qodirovlar ustoz Domla Halimning shogirdlaridir. Uning farzandi O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Berdaq mukofoti sovrindori Olimjon Halimov yirik kompozitor va jamoat arbobi bo'lib yetishdi. Xalqning ardoqli hofizi Domla Halim Ibodovning milliy madaniyatimiz taraqqiyoti, xalq musiqa merosi, maqomlarni keyingi avlod vakillariga yetkazishdagi xizmati poyonsizdir. U umrining oxirigacha o'z xalqiga, milliy san'atimizga katta jonkuyarlik bilan xizmat qildi. Uning xizmatlari hukumat tomonidan yuqori baholanib, O'zbekiston xalq hofizi unvoni berildi. Ayni paytda Buxoro va Toshkent shaharlaridagi musiqa maktablari, shuningdek, ko'chalardan biriga Domla Halim Ibodov nomi berilgan.